jadidchilik harakatining yetakchilaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yili Samarqandda tug'ilgan. U otasi tomonidan yassaviy avlodi bo'lgan. Mahmudxo'ja 18 yoshida qozixonada mirzalik qiladi. Qozi muftiy darajasiga ko'tariladi. Behbudiy haj safariga borish chog'ida Arabiston, Misr, Turkiya kabi davlatlarni ham kezib chiqadi. Shuningdek, Qozon va Ufaga borib, yangi usul maktablari bilan tanishadi. Tatar ziyolilari bilan aloqani yo'lga qo'yib, yangi maktablar uchun darsliklar tuzadi va o'z hovlisida maktab ochadi. Dramaturg 1911-yilda Padarkush dramasini yozadi. Faoliyati davomida Turkiston xalqini o'z nomi bilan atash kerakligini talab qiladi. Mahmudxo'ja Behbudiy 1919-yilning 25-martida Shahrisabzda qo'lga olinib, sirli tarzda o'ldiriladi.